Quyoshdan zagar olganimizda tanamizda nima sodir bo'lishini bilasizmi? Qizig'i shundaki, quyosh nuri teringizga tegishi bilan zanjirsimon reaksiya boshlanadi. Quyoshning ultrabinafsha nuri, ya'ni UV nurlari teringizning ichiga kirishni boshlaydi. Agar siz uzoq vaqt davomida quyosh nuri ostida qolsangiz, teri hujayralaringizdagi DNK parchalanib o'zgarishni boshlaydi. Eng yengil yoki birinchi darajadagi quyoshdan kuyish terining faqat yuqori qismigina zararlaydi xolos va odatda 2-3 kun mobaynida bu narsa tuzalib ketadi. Ammo ikkinchi yoki chuqurroq darajadagi zararlanish terining ichkariroq qismiga ham ta'sir o'tkazadi. Ultrabinafsha nurlari hujayralarga tiklan bo'lmas darajada zarar yetkazadi va u hujayralar nobud bo'ladi. Tana esa bunga javoban o'sha hududni qizil qon tanachalari bilan to'ldiradi va bu esa bizni ko'radigan qizarib ketgan teri tasvirini yaratadi. Yaxshiyamki quyoshdan saqlovchi kremlar mavjud. Ular aslida juda ham zo'r texnologiya. Ular ikki uslubda ishlaydi. Biri krem tarkibidagi minerallardan foydalangan holda ultrabinafsha nurlarni oynadek qaytaradi. Ikkinchisi esa teri ustida kimyoviy qatlam hosil qilib, nurlar teriga yetgungacha nurdagi zararlarni o'ziga yutib oladi. Shunday qilib quyoshdan saqlovchi krem surganingizda siz asli ilg'or texnologiyadan foydalanayotganingiz demakdir. Yoki shunchaki soyada vaqtingiz o'tkazsangiz bo'ladi. Quyoshning yana ham ko'proq negativ sifatlarini o'rganish uchun bizga obuna bo'linglar.